Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, mana shunday chiroyli, sifatli uzum tok qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalar, Xudo xohlasa biz mana navbatdagi ishimizni, navbatdagi fayzli xonadon egalari o'zlari bizni YouTube'da kanalimizni ko'rishib, o'zlari yoqtirgan shu uzum tok g'alishni zakaz qilishganda, Xudo xohlasa olib kelib, mana o'zimiz kelib o'lchab ketib, joylariga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Albatta bu ishimizni aziz yurtdoshlar Andijon viloyati Baliqchi tumani Chinobodga olib kelib ustanovkasini qildik. Akalarimiz o'zlari musofir yurtda yurishib, bizni kanalimizni muntazam ravishda kuzatishib, o'zlariga yoqqan fasondagi, dizayndagi uzum tokni zakaz qilishganda, Xudo xohlasa joylariga chiroyli qilib mana o'zlaring ko'rib baho berishlari mumkin o'rnashtirdik. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. Albatta baho berasizlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Aziz yurtdoshlar, kimga shunaqangi sifatli temir toklar, temir darvozalar, bunaqangi temir reshotkalar kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Endi bu o'rnatgan ishimizni bir qator ma'lumotini bersak, qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi firmalari necha metrdan tushdi, tepasiga nimalar svorkalandi, qanaqangi gullardan foydalandik. Hozirgi kunda bu temir toklarning naveslarini kvadrati necha puldan necha pulgacha bo'lyapti. Albatta to'liq ma'lumotlarini videoni oxirigacha ko'rsalaring berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu uzum tokimiz razmeridan boshlasak, mana shu eniga 6 metr, uzunasiga 15 metr razmerda bo'ldi. Endi mana shu ustunimiz 6 ta ustun tushgan 15 metrga. Endi xonadon egalari o'zlari akamiz ustaka baquvvat bo'lsin, ertaga yaxshi xizmat qiladigan, sifatli qilib bering deyishganda, o'zi aslida ko'pincha 4 metr, 4,5 metrga qo'yiladi bu ustunlarning oralig'i. Va biz hozir bu ustunni 290 razmerga qo'yib chiqqanmiz. Mana shunda 6 ta ustun tushdi 15 metrga. Va mana shu burchak gullarini sal yaqinlashtirib, shu operator akamizga iltimos qilamiz, qattiq ko'rsatib o'tsangiz. Bu ham juda ham bir chiroyli, bagati qilib burchak gullarini o'rnashtirganmiz. Va ustunlar aziz yurtdoshlar 8 ga 8 lik, ikkilik stenali profilda bo'lgan va mana taglari ko'rishlaring mumkin. Ashifkalarni qilib, shu 15 ga 15 bruska o'xshatib ashifkalarni qilib, chiroyli qilib o'rnatganmiz. Endi bu ishimizni mana shu uzum tokimizni tepa firmalari aziz yurtdoshlar, mana shu 6 metrga to'qilgan firmalari 1.7 lik stenali 4 ga 2 lik profilda bo'lgan. Ko'rishlaring mumkin. Mana keyin har birining orasi sal yaqinlashtirib ko'rsatsangiz, ham chiroyli chiqishini, ham baquvvat chiqishini hisobini olgan holda 1.20 santimetrga qo'yib chiqqanmiz. Albatta juda ham chiroyli holatda chiqdi. Endi bu ishimiz aziz yurtdoshlar, uzum tokimiz xohlasa ustini tunuka qilib yo leksan qilib yopib yuborish mumkin. Xohlasa uzumlar mana tayyor ekan, chiqarib shu uzumlarni yetishtirib mevasidan foydalanishlari mumkin. Endi ikkalasiga ham tayyor qilib o'rnatdik. Bemalol tunukani qatirib qo'yilsa, albatta shu bitta tunuka ishi qoldi. Misol naves qilish maqsadi borlarga tunuka qatilsa, polni mana shu 100 kvadratlik shu naves bo'ladi. Endi oralariga mana shu 10 lik furutda eshilgan aziz yurtdoshlar, shu es gullardan qo'yib va har birining orasiga oldi orqalariga ramashka gullarni qo'yib, juda ham chiroyli holatda qilib yasadik. Va tepa qismiga, mana shada qismiga aziz yurtdoshlar 3 ga 2 lik profilni 1,5 lik stenalasi qotirilgan. Albatta baquvvat holatda bo'ldi. Bu ishimiz endi aziz yurtdoshlar, shu uzum tokimiz 1 kvadrat metri sifatli temir mahsulotlaridan tayyorlanganligini hisobiga 220 ming so'mdan, mana shu mana shotisi bilan birga 21 million so'mga kraskasi, materiali, xizmat haqisi olib kelib o'rnatib berish hamma yo'q ichida kakpolojna bo'ldi. Mana kelib bugun ertalabda kelgandik. Mana soat shu 5 bo'lyapti. Chiroyli qilib ustanovkasini qilib bo'ldik. Mana shu holat aziz yurtdoshlar, zakaz qilsalaring, biz o'zimiz aytilgan manzilga borib, enini, bo'yini, hovlini turish holatini ko'rib, maslahatlashgan holda o'lchab, razmerlaringni o'zimiz seximizni chiroyli qilib aytilgan materiallarda tayyorlab, bir kunda olib kelib o'rnashtirib ketamiz. Endi mana shu holatdagi naves qilaman deb ko'pchilik zakaz qilishi mumkin. Naveslar 350 ming, 400 ming atrofida bo'lyapti aziz yurtdoshlar. Mana shu holatga naves qatirilsa, o'sha tayyor holatdagi shu navesda ramasi bo'ldi desak ham bo'laveradi.
Endi hozirgi kunda uzum toklarini aziz yurtdoshlar, shu yo'llaridan olib kelib bir qator ko'rsatib yorsangiz, 1 kvadrat metri 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Endi 150 mingligi qanaqa-yu, 250 mingligi qanaqa deb savol tug'ilishi mumkin klientlarimizdan. 150 mingliklari aziz yurtdoshlar 1,5lik stenali turbadan foydalanamiz. Bizga aloqaga chiqsalaring, har bir summadagi metr kvadrat har xil turda yasalyap turgan bu ishlarimizni katalogini tashlab berib, albatta o'zlaring yoqtirgan faslni tanlasalaring, kvadrat metri nech puldan nech pulga chiqishini ma'lumotini beramiz va albatta kelishib qolsak, chiroyli qilib xonadonlaringga mana shunday go'zal holatdagi naves uzumtok, temir darvoza yoki mana bunday reshotka baryerlarni tayyorlab berish xizmatlarimiz mavjud. Bizni adres aziz yurtdoshlar Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida. Mana shu kanalimizga kirib yoki YouTube ijtimoiy tarmog'iga kirib Humoyun Usta uz deb yozsalaring bizni kanalimiz kelib chiqadi. O'zbekistonning har xil tuman viloyatlariga olib borib ishlarimizni qo'limizdan kelganicha o'rnatib, ustanovka qilib, xonadon egalarini xursand qilib, hojatini chiqarib kelyapmiz. Albatta bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Birinchi qo'ldan arzon va sifatli qilib, eng muhimi aytilgan materiallarni 100% qo'yib, chiroyli qilib olib borib, buyurgan ishlaringni o'rnashtirib beramiz. Aziz yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa bittadan like-ni bosib, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatdamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.